Assalomu alaykum barchaga. Bugun yana bitta bizga mashqa vitrina kelgan. G'alabasi o'tmayapti. Teshib qo'yilgan deb aytishdi. Teshilgan joyi mana shu yer ko'rinib turibdi. İşte yamashga harakat qilamiz. Jarayonni ko'rsatamiz. Vitrinamiz orqa tomoniga yechib oldik. Xo'p, kompressorimiz Embraco bitta. Doimdek tekshirib olamiz. Ishlayapti, ishlamayapti motorimiz. Bismillah deb. Motor ishlayapti. Ventilyatorlar ishlayapti. Tash tekshiramiz. Xo'p, hozir motor tekshirish jarayonida. Motorimiz nikachashi o'pibdi. Motorimiz ishladi. Safam aynısını ham ochiq. Nasab tutsalam to'g'radi. Ya'ni buni ushlab turib bo'lmaydigan darajada sudab olish kerak. Lekin uni kachat qilyapman, xolos bu motorimiz ish bermaydi, buni yechib boshqa qo'yamiz. Motorni almashtiramiz. O'zneski isparitelni o'tashyapmiz, yangi bosh qo'yib kelganmiz. 40 ga 110. Mana shuni qo'yamiz. Kapilarga obratga payat qilib shuni qo'yamiz. Bunga o'rnatadigan motorimiz mana shunaqa 11-14 har klim sekin ochamiz. Ochib oldik. Komplektlarda doimgidek noshkalar, relelari chiqadi. Xo'p, eskisi bilan deyarli bir xil. Tayyor qilib ulab oldik. Endi bitta tekshiramiz. Tokimiz biroz pastroq. Bismillah deb. Bo'lmayapti. Amperlari ham past. Motorimizni paka qilib oldik. Damlab tekshirib hozir vakuum qilyapmiz. Vakuumdan keyin 600 bilan zapravka qilamiz. Zapravkamizni boshladik. 600 gaz. Sekin beryapmiz. Kutamiz. Xolodilnikimiz zapravkasini qilib oldik. Xudo xolasa ishlayapti. 6 gradus. Hamma yo'llari sog' bo'lasizlar.